Men ayamı sog'indim, aka-ukalarimni sog'indim. 6 yil akam, buvam, dadamni sog'inib yashadim. Endi oxiri post ochirgani o'tdim. Katam yolg'iz qolganini eshitib boruvdim. Keyin karantin bo'lib qolib ketdim. Men Qirg'izistonga O'zbekistondan kelin bo'lib tushganman. Yashaganimga 20 yil bo'lib qoldi. Karantin sababli o'tolmay qoldim hele. Mana bugun yo'l ochilib ketdim tug'anlarimga. Telefonda söylashib turdik. O yoqda qizim bor, tug'anlarim buti o'sha yoqda. O'shaga ketdim, kirdi chiqib qilib yashaydilar. Men 15-mart kuni O'zbekistonga o'tib ketdim. U yoqda karantin bo'lib qoldi. Atak u yoqda 6 oy karantinda bo'ldik. Hozir mana yo'llar ochildi. O'shmaga o'qishga qaytdik.